Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Hozir Andijon shahar hokimligidamiz. Fuqaroimiz Andijon shahar hokimligiga shaxsan shahar hokimiga qilayotgan murojaati samarasiz qolayotgani sababli bizga murojaat qildi. Ijtimoiy tarmoqlardan yoritish maqsadida. Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima murojaat bilan shahar hokimiga murojaat qilgansiz? Murojaatingiz ijobiy hal bo'lmaganini bizga aytgansiz, samarasiz qolib ketganini aytgansiz. Shu bo'yicha qisqacha tushuntirib bersangiz. Avvalo men viloyat hokimi bilan ko'rishni viloyat hokimi shahar hokimiga yukladi bu masalani. Ha, shahar hokimiga murojaat qilishni viloyat hokimiga murojaat qilgansiz, ha? Shahar hokimiga aytdi, shahar hokimi 4-mikrorayondaligini aytdi. Men keldim. Shahar hokimi bilan ko'rishdim. Shaxsan o'zi bilan ko'rishdingiz? Shaxsan o'zi bilan ko'rishdim. Men asosiy Qo'sharg'ida raisi bo'yicha murojaat bilan kelgandim. O'zaro ozgina kelishmovchilik bo'lib qolib, shu masala bilan kelganimda uyimni kreditini to'la olmay turganligimni, shunaqa holatga tushib qolganimni, oyog'im operatsiyasi orqali uyda qolib ketganligimni, hozir uyni kreditini to'lamasam davlat mibga chiqarib yuborib, bank orqali uyimni olib qo'yishini so'rab aytganimda, yordam berishligini, ha bo'pti, agar chevarchilik qo'lingizdan kelsa, sizga shu nima qilib beramiz deb, shu mana shahar hokimligida raislarni rahbari Ziyovuddin degan odam bilan meni bog'ladi. Ziyovuddin mahalla komitetimizga bordi, shu yerda o'tirdik. U rais bilan bo'lgan narsa bartaraf bo'ldi, o'zaro unaqa qilindi. Lekin xonadonimga o'sha kunda ishlayotgan Shahnozaxon deb xotin-qizlarni raisi bo'lib ishlayotgan Shahnozaxon hamda Ziyovuddin mahalladagi xotin-qizlar hammasi kirishdi. Ijtimoiy nimadagilar. Shunda aytdiki, opa, biz sizga pul qilib bera olmaymiz. Biz sizga 2 dona chok mashina qilib beramiz. Shundan o'zingiz kreditlaringizni to'lab yopib ola olasizmi dedi. Ha, men yopib ola olaman, o'zim harakat qilib shu orqali dedim. Bo'pti dedi. 16-may kuni gaplashilgan bu narsa. 16-maydan beri mahalla raisim 1 dona choy mashina qilib berdi. Yoki ikkinchi choy mashina bo'lmasa ishim yurishmayapti turganligi, ikkinchi choy mashina bilan bo'lsa, ikkinchi choy mashinam bo'lsa ishim bitishligini aytdim. Bo'ldi opa dedi, men dedi 3-4 kunda qilib beraman dedi Ziyovuddin. Endi shu bo'ldi. Oradan ancha vaqt, 1 oy o'tdi, yana chiqdim aloqaga. Opa, men shuni nimasida turibman, duo qilib turing, bo'lyapti. Men homiylarga aytyapman, bo'lyapti dedi. Mana 2 oy o'tdi. Hamon hali yo'q. Viloyat prokurorining qabuliga bordim. Qabulda viloyat prokuroridan ham so'radim, hatto shu narsani, sharoitimni, vaziyatimni aytib. Aytsam, men shahar hokimiga chiqinglar, 1 dona choy mashina ekan qildirib beringlar dedi. Hali hech kim bu haqda og'iz ham ochgani yo'q. Hali hech kim bu haqda shu nima prokurorga uchragan ekansiz, shu choy mashina, hatto Ziyovuddin ham Shahnozaxon ham choy mashina haqida umuman og'iz ochishmay qo'ydi. Yozsam, demak, mahallada kambag'allik rejisida turasiz. Turaman. O'z ishlarsiz, sog'lig'ingiz tufayli ishlolmay qolib, uyda yotib qoldingiz. Ha, oyoqlarimni operatsiya qildim. Endi shahar hokimimizdan iltimos qilib so'radingiz, viloyat hokimimizdan so'radingiz, viloyat hokimi shahar hokimiga topshiriq qildi, shahar hokimi bilan shaxsan ko'rishdingiz. Ko'rishdim. Shahar hokimi shu yerda bartaraf qilishda amaliy yordam berishini so'radi. Hozir tikuvchilik bo'yicha ishingizni yurgizish uchun yana bitta chak mashina kerak. Faqat murojaatingiz sarson sargardonchilik bo'lyapti. Mana 16-maydan beri bitta choy mashina turibdi. U bitta mashinada qila olmayman dedi. Demak, chak mashina uchun bitta tikuv mashina bilan bitta haligi averlo kerak-da, endi shunaqa to'g'rimi? Bitta averlo kerak xolos hozir. Bitta to'g'ri chokni o'zimizni mahalla raisimiz olib beribdi. Keyinchalikka esa mahalla raisi men o'zim qilib berdim shuni, imkonim borligi uchun sizni sharoitingizdan kelib chiqib, agar endi averloga imkoniyat qila olmadim men. Demak, shahar hokimi ham mahalla jamg'armasi yuklagan, mahalla jamg'armasi raisi yuklagan, hamma bir-biriga topshiriq qilib yuribdi. Ha, lekin bizni mahalla raisimiz Qo'sharg'idagi o'zi pul berib, o'zi olib berganligini, hamma yo'lni o'zim qilib berdim, shu nimani, singlim sharoitingizni kelib chiqib, boshqa yordam qila olmadim sizga. Shu yordamim meni dedi. Hokimlik va'dasida turmadi, hokimlik qilmayapti, yuklab qo'yapti mahalla raisi. Ha, mahalla raisi yuklab qo'yapti. Shu prokuraturaga ham chiqdim. Uni o'rtasida yana bir prokurorning nimasiga, bir boshqa prokurorning yordamchisi chaqirdi. Viloyat prokurori qabulida, ha. Shu unda ham shu Shahnozaxonlar ham bordi, ularga ham yana topshiriq qildi, shu nimada. Shahnozaxon endi mahalla shahar hokimining xotin-qizlar masalalari bo'yicha o'rinbosar. To'g'rimi? Bu kuzatuvchilar ko'rib turganinglardan keyin qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Fikringizni kommentariyada yozinglar. Shahar hokimligi mas'ullaridan, shaxsan shahar hokimimizdan
fuqarolarning murojaati e'tiborsiz qolib ketmasligini so'rasak, e'tiboringiz uchun rahmat kattakon.